Toshkentdan Chorvoqqa peshkom borsa bo'ladimi? Yo'lda qanaqa sarguzashtlar meni kutib turibdi? Bugungi videoda aynan mana shularni ko'rsatib beraman. Suv olish esimdan chiqdi. Bunaqa yo'llar bo'lsa yomon deb loy degan oyog'im og'rib qolganiga mana shunaqa dam yuraman, bo'lmasa qiyin. Oxiri bo'lmadi, boshim aylanib ketdi va suv oldim. Video olishga ham kuchim bo'lmayapti, to'g'ri. Lekin juda qiyin challenge bo'ldi oxiri. Orqamdagi toshlarni qaranglar. Tushib ketaman deb turibdi ustimga borib. Hozir men bitta qiziq narsa ko'rib qoldim, bilmayman, bunkermi. Va nihoyat 1,5 soat deganda men bugungi videoda men Toshkentdan Chorvoqqa peshkom borib ko'raman va Chorvoqqa borib olgandan keyin bochkada birgalikda nimadir ovqat yeb ko'ramiz va mana shuni men jazirama issiqda peshkom yurgan holatda amalga oshirib ko'raman. O'zi Toshkentdan Chorvoqqa peshkom borsa bo'ladimi? Yo'lda qanaqa sarguzashtlar meni kutib turibdi? Bugungi videoda aynan mana shularni ko'rsatib beraman. Va men hozir Toshkent viloyati Qibray tumanida turibman. O'zim yashagan joyda, shu sababli shu joydan hozir peshkom boramiz Chorvoqqa. Shu sababli video like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha yana bitta narsa, Qibraydan Chorvoqqa 12 soatdan oshiqroq peshkom yursa bo'lar ekan. Men Google kartani qarab ko'rdim va bilmadim men qanchada yetib boraman. Buni video davomida bo'lib olamiz. Hozir havo salqinroq, havo yaxshi yurishga, lekin hali obed paytida juda qiyin bo'lishi mumkin. Bagga sabr tilaylik, video like bosinglar, shu joyda bosmagan bo'lsanglar hali ham demak biz yo'limizni boshladik. Plus umrimda birinchi marta uzoq masofaga bunaqa peshkom chiqishim va tavakkaliga sumkamni oldimda Qibraydan Chorvoqqa yo'lga tushdi. Yana bitta narsa, bu videoni Isom TV'ning videosidan ilhomlanib olamiz. Isom aka o'zlarining YouTube kanallarida Toshkentdan adashmasam Andijonga, to'rog'i Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha peshkom borganlar. Hop, Qoraqalpoqgacha hozir mana kartani ko'rsatsak, peshkom yurish mumkin emas, hech kim peshkom yurmaydi, o'shaning boshqa yetib borish usullarini tanlayapti. Xuddi shu ishni biz endi Qibray Chorvoq yo'nalishida sinab ko'ramiz. To'g'risi bunaqa uzoqqa peshkom yurmaganman, juda uzoqqa. Va bu men uchun yana bitta zo'r tajriba bo'ladi. Endi bilib olamiz mana video davomida qanaqa bo'lar ekan. To'g'risini aytsam oyog'im og'rib qoldi. Hozirdan bilmayman 300-400 metr yurdim, lekin oyog'im og'rib qoldi. Endi tez yurganimga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir sekin, mo'tadil yurib, yurishda davom etamiz. Xullas yana bitta narsa, uzoq yo'lga nima oldim? O'zim bilan mana bunaqa kichkina sumka oldim. Ichida GoPro aksessuarlari, zarachik, powerbank bor. Lekin suv olish esimdan chiqdi. Mayli, buni yo'lda olamiz, lekin mana shunaqa yengil holatda hozir yo'lda ketyapman. Qibray bitta yaxshi tarafi mana shunaqa daraxtlar ko'p. Hamma yoq daraxt. Bu ancha salqinlik ushlab turadi. Shaharda daraxt deyarli qolmagan desa ham bo'ladi. Lekin Qibrayda shaharga nisbatan daraxtlar ko'p. Masalan, chinor, archa, yana boshqa daraxtlar. Yozda salqin qilib turadi, shunisi yaxshi. Videoni boshlayapti, narsa yoqmayapti. Nima aytaymi? Ammo mashinalarning shovqini. Faqat shularning shovqini, ana svetoforda to'xtab tursa mazza qiladi qulog'im, to'g'risi. Ana qulog'im mazza qildi, tinchidi-da. Ana. Anaqalari ham bor ekan. Da. Eng yomoni anaqa yo'lda bo'lsa, yomon deb loy to'g'ri kelyapsiz trotuardan. O'shaqa suvli joyga chiqib qolsa, ba'zida odam o'tishga qiynaladi. Chang ham xullas oson bo'lmayapti. Videoni shu joygacha ko'rib, like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas 20 minut yurib, deyarli ancha tez yurdim shekilli. Hozir men Botanika tarafga kelib qoldim. Deyarli Chirchiq shahriga yaqinlashib qoldik, karta shuni ko'rsatyapti. Va biz yana bir 20 daqiqa yuradigan bo'lsak, Chirchiq shahriga kirib kelar ekanmiz. Kartada shuni ko'rsatyapti. Demak, biz yo'limizda davom etamiz. Atrofda shovqinga e'tibor bermaysizlar. Baran-baran gapiryapman eshitilishi uchun. Chunki mashina juda ko'p.
To'g'risini aytsam, videoni boshlaganimga 1 soat bo'ldi, lekin oyog'im og'rib qolganiga mana shunaqa dam yuryapman, bo'lmasa qiyin. O'zimiz unaqa sharoitda yurish, yana Chorvoqgacha. Qibraydan ancha yurib kelganimdan keyin dam olganim yo'q, faqatgina tez yurdim va shu sababli oyoqlarim nisbatan sal charchadi va qaltirashni boshladi. Shu joyda o'tirib biroz dam oldim. Lekin bitta narsa e'tibor qildim, yo'lda ko'pchilik uyda mana shunaqa giloslar ekib tashlashgan ekan. Gilos, qulpinlar, hammasi hosil bergan, lekin yotibdi-da. Shunchaki jalga deydi, ruschasiga yetgan. Shunchaki yotibdi, shunchaki. Xullas do'stlar, nihoyat men 1 soat deganda oldin Baytqo'rg'on kirib keldim. Hatto Baytqo'rg'onni kiraverishi bu yoq bog' ekan, orqam bog'. Va biz yo'limizda davom etamiz. Chirchiqqa ozgina qoldi. Menimcha unga ham yarim soat, 1 soatda yetib olsam kerak. Oxiri bo'lmadi, boshim aylanib ketdi va suv olib oldim. Bitta konfet olib oldim, shimishga. Va biz yana yo'limizda davom etamiz. Eng qizig'i, har bir qadamda go'ja ko'p ekan, lekin endi bir e'tibor berishim, go'jami, ayronmi, har bir xonadonda bor ekan. Bemalol kirib sez bo'ladi, yo'l yo'lakay agarda toqqa ketayotgan bo'lsangiz, aynan shu yo'ldan. Mol yurib, yo'l yuribmi, shunaqa gap bo'larmidi? Men Hosilotga keldim, ko'ryaptimi yo'qmi? Ular Hosilot mahallasimi, bilmayman, provinsiyasimi, tumanimi. Shu joyga keldim va Chirchiqqa ozgina qoldi. Menimcha yana yarim soat yursam kerak deb o'ylayapman. Yurishda davom etyapman xullas. Lekin hozirdan o'sha kun isishga boshladi, soat 8:30 dan oshdi, kun qiziryapti sekin-astalik bilan. Lekin taslim bo'lishiga oxirigacha boramiz. Shu Chorvoqqa bochka ichib borib olsak-da, go'jami ichib boramiz, xudo xolasa, buni ham ko'rsataman. Eng asosiysi manzilga yetib olish. Va nihoyat 15 minut deganda Hosilotdan Chirchiq shahari keldim. Oxiri mana keldim. Qiyin bo'ldi. Lekin shabada bo'lib turganiga yurish uncha qiyin bo'lmayapti. Quyosh turibdi, shunisi yoqmayapti, lekin biz rasman Chirchiqqa keldik. Xullas, nihoyat 1 soat deganda Chirchiqqa asosiy markaziga keldim. Hozir juda qorin ochgan, hozir bitta nimadir oshxona qidiramizda. Ovqatlanib olib yana yo'limizda davom etamiz. Xullas, hozir ovqatlanishga kirdim. Ovqatlanib bo'lib, sekin yana yo'lga otlanamiz. Havo qizib ketyapti va biza havo qizib tillarim aylamayapti. Xullas, havo qizib ketguncha biz Chorvoqqa yetib borishimiz kerak bo'ladi. Xullas, ana endi asosiy yo'lga tushib, dalcha yana davom etamiz. 1 soatlarda menimcha yetib olsak kerak. Juda yaqin qoldi Chorvoqqa. Hozir
magazinga kirib suv olamiz. Xullas obedni qilib qorinni to'ydirgandan keyin Chorvoqqa yo'l oldim va mana shu paytda kun ancha qizdirayotgan edi va qanaqa qilib yetib boraman deb rosa o'ylandim va shunga qaramasdan men yo'limda davom etdim. To'g'risi shamol ko'zimga narsalar kirib ketyapti, shunaqangi charchadim. O'tirib oldim menga qaddadir, men charchaqadidadir. Yomon charchadi, oyoqlarimda oyoq qolmadi. Shuni kuchim qolmadi. Video olishga ham kuchim bo'lmayapti, to'g'ri. Qo'ylar va suv, yo'l, issiq havo va men. Yomon qiyin bor tochig'i. Shu sababli likelarni bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Bunaqa shoular ko'p bo'ladi hali xudo xolasa. Maksimalni hozir qiziqarli qilishga harakat qilmay videoni, lekin juda qiyin bo'ldi tochig'i. Charchadim. Yotib uxlayim yoki chunki kechasi yaxshi uxlamaganman undan tashqari. Shu ham hozir menga ortiqchalik bo'lyapti tochig'i. A few moments later. Lekin chuchvarani xom sanadigan ekanman. 30 minutdan keyin oyoqlarim charchab qoldi va shu joyida shunchaki o'tirdim, shunchaki o'tirib dam oldim va shundan keyin albatta men qat'iyan hech narsa chalg'imasdan Chorvoqqa qarab tez yura boshladim. Do'stlar, va nihoyat 1,5 soat deganda men tog'ga keldim. Xo'jakentdan o'tdim, ozgina orqada qoldi Xo'jakent stansiyasi. Va qiyin bo'ldi, juda qiyin bo'ldi. Videoni olmadim to'g'risi, ko'p joyda kamerani o'chirdim, tez yurdim. Eng yomoni suvga kirib qornim shishib ketdi, ochig'i hozir. Menimcha hech narsa yolmayman bochkadan, bilmadim, ko'raman, ahvolimga qarayman. Lekin atrofdagi manzara juda chiroyli, ustida kadrlar ketib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin juda qiyin challenge bo'ldi oxiri ozgina qoldi, yana oz yuramiz bochkagacha. Bochkagacha menimcha 2-3 kilometr bor. 2-3 kilometrdan keyin biz asosiy manzilga yetib kelamiz. Xullas, Chorvoqqa o'zi asosan yakshanba kuni kelishadi, shanba odamlar, lekin qolgan kunlar ana shunaqa bo'sh, mashina ham kam. Bir o'zim hozir issiqda ketyapman. Lekin atrofda dachalarni qurib tashlash kerak ekan, eng qizig'i. Orqamdagi toshlarni qaranglar. Tushib ketaman deb turibdi ustimga borib. Va biz yurib Ugamga ham yaqinlashib borayotgan ekanmiz. Ugam daryosida. Shunaqa. Lekin tabiat kuyatli. Hozir men bitta qiziq narsa ko'rib qoldim, bilmayman, bunkermi, qanaqadir tunnelmi? Tunnel bor ekan. Ichida bilmayman nima bor, hech qanaqa narsa yo'q, bilmadim. Bular joy ekan. Balkim bunkerning ichida qanaqadir nimadir bordir. Do'stlar, oxiri bochkaga yetib keldim. Va nariyoq tarafda uncha ko'rinmayapti. Bir
100 metrdan keyin bochka va nihoyat biz maqsadimizga erishamiz. Shuncha qiyinchiliklardan o'tib mana shuncha keldik. Ya'ni endi yaxshiroq ko'ryapti. To'g'ri nastroykan qilmagan kuchim ham yoz videoni yoqib qo'shimcha gapirishimga xullas yetib keldik oxiri va o'sha tarafdagi bochka. Hozir nimadir suv pul olamiz, keyin sekin stansiyaga qaytib poyezdda Toshkentga qaytamiz. Shuncha kilometr yurgandan keyin va nihoyat bochkaga sekin-astalik bilan yaqinlashib boryapman. Agarda videoni shu joygacha ko'rib hali like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki mana shu videoni tayyorlagan uchun men ancha energiyamni sarfladim. Xullas do'stlar, va nihoyat men o'sha bochkaga keldim, orqamda o'sha bochka arabat. Muzikani hozir mahitoni olib salqinlanishga harakat qilaman, chunki juda isib ketdim ochig'i. Lekin shunaqa issiq bo'lsa ham odam nisbatan ko'p desa ham bo'ladi, bilmayman, lekin odam kamiga har xatda. Va nihoyat biz missiyani uddaladik. Albatta, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, shu joyda kanalga obuna bo'linglar, chunki maksimal harakat qildim ko'rsatib berishga hamma jarayonni, lekin qiyin bo'ldi, juda qiyin. Qibraydan bu yoqqa kelishi o'zi, ancha vaqt o'tadi, ancha kuch kerak. Lekin mana bu tog'i video juda zo'r turibdi. Endi biz bilmasizlar qanaqa ko'ryapti. Eng asosiysi missiya undanadi. Xudo xolasa shunaqa videolardan ko'p bo'ladi, shunaqa challengelar. Shu sababli kanalda aktiv bo'linglar, videoni esa yaqinlarga albatta ulashinglar. Video esa shu joyda o'z nihoyasida, keyingi videolarda ko'rishganda.